Assalomu alaykum. Amirxon kanalining ashaddiy muxlislari. Aka-ukalar, yana bitta 2014-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz zudlik bilan sotiladi. Akalar, videoni ko'rishdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'ying hamda obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar, ozgina qisqacha qilib tanishtirib o'taman. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib egasidan bilib olaverasizlar. Xo'p, akalar, unda ketdik. Qani? Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Gaz metallari bor. Hozir benzinda yurib turibdi. Akalar, mashinamiz. Mashinaning manzili Andijon viloyati Asaka tumanida. Hozir salon holatlarini ham ko'rsatib o'taman, akalar. Mana bu yonidan ham ko'ringlar mashinani. Mashinamiz salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Mana akalar, mashinamizni salon holatlari. Qisqacha qilib tanishtirib o'tyapman. Akalar, qolganini egasidan telefon qilsanglar, to'liq ma'lumotni bilib olasizlar. Mana mashinamizni orqa salon holati. Mana akalar, mashinamizni orqa holatlari. Buni bu yonidan ham ko'rishingiz mumkin. Mashinani. Hozir motor holatlarini ham ko'rsataman. Mana akalar, orqa holati, gaz ballonlari bor mashinani. Mashinamizni kraskasi akalar ikkita joyida bir qarishdan petnosi bor ekan. Kraskasi shu ikkita joyida bir qarishdan ikkita petnosi bor ekan. Mana akalar, mashinamizning motor holatlari, gaz ballonlari bor. Yurgani akalar 370 ming kilometr yurgan ekan mashinamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi akalar $5300 ekan. $5300 kami bor ekan akalar. Telefon qilib yana savdolashsanglar, yana o'tib berishi mumkin. Hop, mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi ikkita joyda petnosi bor. Bir qarishdan ikkita joyda petnosi bor. Yurgani 350 ming atrofida. Shunaqa deyishdi, shu 350 ming atrofida ekan. Yana telefon qilsanglar to'liq ma'lumotni bilib olasizlar akalar.